Shuncha shirinlik yesiz ham umuman semirmaysiz deb har doim yozasizlar. Meni yaxshi formamni ko'ra olmay, oxiri ko'zingizga tegdi. Tabriklayman, maqsadingizga erishdinglar. Oxirgi 1 yil ichida ortiqcha 8 kilo vazn oldim. Sababi faqat shirinlik emas, stress, doimiy sport yo'ligi, sifatsiz uyqu, qarabsizki, tanam shu ahvolga kelib qoldi. Aprel oyining boshida bitta proyektga qo'shildim. Shohrux 10 ta futbolchi va sheflarni yig'ib 3 oylik transformatsiya qilmoqchi ekanlar. Boshida unchalik ishonmadim, lekin birinchi ko'rishimizdan o'zida gormonlarga analiz topshirdik. Shunda tushundim, bu yerda jiddiy yondashish bo'lyapti. Demak, natijalar ham yaxshi bo'ladi. Analizlarning javobidan kelib chiqib, har bittamizga badlar, vitaminlar, sport ozuqalari, eng zo'r fitness zalidan biriga abonement, endokrinolog va trener nazorati va albatta har kunlik 5 mahal ovqat berishdi. Endi shuncha sharoit qilib berilgandan keyin natija qilmasak bo'lmasdi. Protsess boshlandi. Har kuni 7 da turib, badlarimni ichaman, 8 da o'sha trenirovkadaman. Silovoy, kardio, 5 mahal strogi diyeta va 3 haftada 6 kilo vazn tashadim. Siqayotgan shimlarim yana mos kelyapti, o'zimni zo'r his qilyapman, diqqatim oshganini sezdim va ancha yaxshi formaga kirib oldim. Eng muhimi, bunaqa rejimni mazasini tushunib qoldim. Menga yoqishni boshladi. Trenirovkalar, sport ozuqalari, конечно, yaxshi, lekin bunaqa natijani 80% bu to'g'ri ovqatlanish. Agar to'g'ri ovqatlanishingiz bo'lmasa, bularning hech qaysisi ishlamaydi. Bizga pitaniyani Good Food yetkazib beryapti. Maqsadlaringizdan kelib chiqib, sizga aniq hisoblangan kaloriya, BJUdagi 5 mahal ovqat har kuni yetkazib beriladi. Birinchi konsultatsiya bepul. Ovqatlarning mazasi va sifati ham joyida. Men 1,5 ming kaloriyada 1 oy o'tirdim. Shu holatdan shu holatga chiqdim. Menga juda yoqdi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Endi eng muhim savol, nima deb o'ylaysizlar? Shu formani saqlab qola olamanmi yoki proyekt tugagandan keyin yana eski holga qaytamanmi? Izohlarda javobingizni kutaman.